Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Hop, ha, bu videomiz endi Bitcoin'ga taalluqli bo'ladi. O'tgan safar kommentariyada yozgan ekan, Bitcoin'ga ham analiz bormi degan. Bitcoin'ga ha, analizim bor. Lekin men Bitcoin'da xuddi tilloda savdo qilgandek, ya'ni marjinalniy торговля, marj orqali торговля yoki fyuchersni торговля qilmayman. Bitcoin'da men spotga savdo qilishga tayyorlanyapman. Endi kech qoldi sota olish hozir, sotib olish. Narx tushyapti, sotishga ham уже misol fyuchersga yoki marja foreks bozorida sotmoqchi bo'lsangiz kechda уже. Shuning uchun narxlar kutilyapti manda. 49-52 ming atroflarigacha narx tushsa yoki mana bu 33 ming, 28 ming narxlar bu eng uzoq borayotgan joylar. Agar 33 ming, 28 mingcha tushib ketsa Bitcoin, shu yerlarda bir 4-5 yil qolib ketamiz. Va mana shu yerlarda sotib olishga imkon beradi bizga. Sotib olamiz va keyin yana chiqarilib ketadi. Lekin u yergacha tushadi deb o'ylamayman. Endi baribir texnik analiz bo'yicha shu yerlarga ham tushishi mumkinligi aniq beryapti. Faktlar bor, bo'lishi mumkin. Hozir Bitcoin'da analiz основной fundamental bo'lishi kerak. Ya'ni dunyodagi bo'layotgan kripto olamda bo'layotgan yangiliklar. Endi kim qanday fikrdadir, misol professional kripto treyderlar bu gaplarimni tanqid qilishi mumkin. Men o'zimni fikrimni aytyapman. Именно shunday bo'lishi kerak degani emas bu narsa. Bu mening fikrim. Kripto olamini men o'rganganimga 1 yil bo'ladi. Men o'zimda kripto kошелегim bor. Ya'ni ma'lum bir kripto sotib qo'yganman spotda va o'shalarda o'sib ketishini kutyapman. Shulardan bittasi XRP bo'ladi. XRP Bitcoin'dan oldin ham dunyoda bo'lgan, ya'ni kriptovalyuta emas, shu XRP'ning asoschilari, ya'ni Ripple kompaniyasi XRP'dan oldin ham bo'lgan. Bitcoin paydo bo'lgandan keyin o'sha Ripple kompaniyasi o'zini o'sha XRP kriptovalyutasini chiqargan, ya'ni bir vaqtda chiqqan. Bitcoin o'sha orada shuncha o'sib ketgan, lekin XRP o'smagan. $2 atrofida yuribdi. Uzoqqa chiqqan ekan, keyin kursdan uzoqqa chiqqan bo'lsa o'sha paytlar $1 chiqqan, oxirgi marta $3 chiqdi. Lekin o'shancha vaqtdan beri, ya'ni u yerda 18-yillarni ko'rsatyapti, lekin bu Bitcoin bilan bir vaqtda paydo bo'lgan. O'sha vaqtdan beri bu yo'q bo'lib ketmagan bu kriptovalyuta. Tasavvur qilinglar, agar yo'q ketishi kerak bo'lsa, bu yo'q bo'lib ketishi kerak edi bu. Lekin yo'q bo'lmagan, lekin o'syapti. Yildan yilga o'syapti. Maksimumlarni yangilab ketyapti. Va shu Bitcoinni mani hozir o'ylantirib tarafi mana shu yergacha tushib bersa, 33 ming, 28 minglarga, hatto 50 minggacha tushib bersa, o'sha yerlarda o'sha holatga qarab, o'sha holatni siyosatiga qarab bir qandaydir aniq analiz qilishim mumkin. Bu analizim adashmasam 23-yillarda qilingan analiz. Narxlar hali mana bu yerda yurgan paytlar bo'lgan. Mana bu narx chiqishdan oldin ham analiz qilingan, shugacha kelishini, mana bu zonadan bayib ketishini analiz qilganmiz. Ishlagan analiz haddan. Texnik analiz Bitcoin'da ham ishlaydi. Bu Chole anavi aktiv, ya'ni o'sib boradi. 150 minggacha chiqishi mumkin degan g'oya ham bor. Lekin menga buni nima uchun tushib ketishi mumkin degan fikr, Ripple kompaniyasining general direktori Brad Garlinghouse degan odam bor. Shu odam Bitcoin'ni beta test versiyadagi kriptovalyuta degan. Uni finalniy versiyasi bu XRP degan. Ya'ni Bitcoin'ni просто test uchun chiqardik, o'zini upload qilib berdi, ishlab berdi degan maqsadda deyapti. XRP esa bu finalniy versiya. Ya'ni Bitcoin'ni 2.0 versiyasi. Bitcoin 1.0 bo'lsa, XRP Bitcoin 2.0 versiya deb shunday aniq qildi. Nima uchun odam gapiga men seryozni qaradim? Brad Garlinghouse vaqtida Yahoo kompaniyasida katta lavozimda ishlagan. U paytda Yahoo dunyoda eng katta kompaniya bo'lgan. Hali Google'lar bo'lmagan. Va o'sha payti bu odam o'zini manifestini aniq qilgan. Ya'ni Araxi Maslow degan, ya'ni yang'oq bilasizlarmi? Araxi Maslow manifestini yozganda va murojaat qilgan kompaniyaga. Ya'ni maqsad shunda bo'lgan, qo'ldan keladigan ishni qilish kerak. Ya'ni o'zing bilgan ishni qilish kerak. Hamma sohaga uravermagin o'zingni deb. Ular Yahoo juda
hamma taraflarga reklamalar, boshqa hamma narsaga o'zini uravergan. Bu odam gaplarini o'qimagan, ya'ni aksiylar qulab ketishini bashorat qilgan Yahoo kompaniyasiga. Texnik analiz bo'yicha-da endi bashorat ham. Bashorat emas, uni bu prognoz. Va o'shanda bu odam gapiga quloq solmagan, bu odam bo'shab ketgan ishdan, balkim shu sabab bu odam ishdan bo'shatgan bo'lishi mumkin. Qisqa emas. Fakt shundaki, Yahoo kompaniyasi, ya'ni 1 yil ichida 98% aksiyasi tushib ketgan. Ya'ni aksiyasi 98% tushib ketgan. Tasavvur qilinglar, birdaniga qulagan. Buni aytib o'tgan, ya'ni uni yechimlarini aytib o'tgan shu odam. Bular quloq solmagan. Va shu orada Google kompaniyasini asosga solgan olimlar chiqqan. Xo'p, va shu odam o'sha Yahoo kompaniyasida shunday kuchli o'yinlar qilgan, prognozlar qilgan. Bundan keyin ham juda ko'p joyda ishlagan odam. Ya'ni bu odam просто tak odam emasligini aytmoqchiman. Ya'ni просто unday qarab, ha bu oddiy odam ekan deb ketish ham, bu kuchli analitik, kuchli biznesmen, tadbirkor va u XRP kompaniyasining hozir general direktori. Va u odam Donald Tramp bilan juda yaxshi aloqada. Ya'ni Donald Trampda prezidentlik anosida nomzodini qo'ygan payti shu odam uni kompaniyasini finansirat qilgan, investitsiya qilgan odamlardan bittasi bo'ladi. Tasavvur qilinglar, XRP kriptovalyutasini nimalar kutyapti kelajakda. Hozir narx pastda yuribdi, juda zo'r vaqt sotib olishga. E'tibor qilinglar, hamma kriptovalyutalar, memcoinlar hammasi narxi tushib yuribdi, pastlarda yuribdi. Bu o'sha yaqinda kuchli o'sishga dalolatda har doim. Kuchli qulash har doim kuchli o'sishga dalolat bo'ladi. Bitcoinni shuning uchun tushib ketishi mumkin degan fikr paydo bo'ldi. Bu kriptovalyuta qaysidir bir o'rinda qolib ketishi ham mumkin. Va o'sha yerlarda yuradi savdoga o'xshab. Endi mana bunday kuchli o'sishlar 4 yil, 5 yillarda bir bo'lib qolishi ham mumkin. Endi bu mani fikrim. Va XRP valyutasini oxirgi 10 yil ichida примерно endi 15,000 yoki 20,000 ga chiqib ketishi mumkin deyapti. Hozir $2 yuribdi. Internetda, ya'ni o'sha massiv informatsiya olamida XRP atrofida juda ko'p shov-shuvlar yuribdi. Bitcoin ham xuddi shunday boshlangan edi. Birinchi boshida $1 olinglar degan vaqt yurganida hech kim olmagan. Ana endi o'shanaqa imkoniyat yo'q. $1 ga olib qo'ysang o'shanda hozir milliarder bo'lib ketardi. Lekin endi hamma hozir Bitcoinga o'zini uryapti. Bu yana o'sadi degan maqsadda. O'sib bo'lgan narsalarga uchmanglar. Hali o'smagan narsalarni ko'ringlar, o'rganinglar. Bitcoin endi shu o'sib bo'ldi. Buni endi qachonki tushib bersa 20,000, 30,000 o'sha paytda olib qo'ysa bo'ladi. Bitta moshina, uy sotib olib risklaring bo'ladi. Agar ko'zlaring qiysa. Lekin mana 100,000 turgan paytda olish ne stoyitda. Shuning uchun spotda savdo qilaman ko'pincha va narxlarni kutaman. Endi to'g'ri, vaqt o'tyapti. Uncha vaqtlar o'tib ketsa odam qarib qoladi, boshqa bo'ladi. Nima farqi bor? Qariganda ham borib ketsa yaxshi-yu. Endi-da bu. Lekin XRP narx o'sadi. Mayli 10,000 gacha chiqmasin, $100 gacha o'sib bersin, XRP yetadi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, kriptovalyutalar o'sishi mumkin bo'lgan kriptovalyutalar. Bu men uchun bo'lishi mumkin bo'lgan, ya'ni o'sishi, kuchli o'sishadigan kriptovalyuta mana shular. Shulardan foyda qilsa bo'ladi. Bitcoinda analizim narxlar sal tushib berishi kerak, ya'ni korreksiya qilib berishi kerak. Ya'ni mana bu zonalar bor. 1 va 2 mana bu. Shuning uchun mana bu zona bor. Tushib bitta chiqadi. Keyin mana bu yerdan tushib bunisigacha kelishi mumkin. Shunaqangi bir analiz. Bitcoinga ko'pincha mana shunaqangi fundamental analizlar. Kichik time frame analiz qilmayman. Foyda yo'q. Kichik time frame bunga boshi og'ritishni ham xohlamayman. Uzoq borsa 4 soatlikka o'tib savdo qilishi mumkin, lekin undan pastga o'tmayman. Mana bunaqangi g'oyam bor Bitcoinda. Yaqin 4 yil ichiga 1 soatlar emas, 4 yil ichida mana shunaqangi, ya'ni mana bu yerga tushish edi maqsad. U tushishni boshladi. Mana bu yerlardan tepada kanaldan tushyapti. Mana bu yerga tushib, tepaga chiqib, yana pastga tushib ketishi.
shu 33 ming, 32 ming o'sha atroflarga, 38 ming atroflariga примерно. Shunaqangi bo'lib qolgan. Chiqsa mana 138 ming atroflarida yana bitta qulash bo'lishi mumkin, chiqib ketsa agar. Shunaqangi g'oyalar, shunaqangi analizlar. O'sha mana shu analizlarni kichik time frame'da ham qilsalaring, o'sha aytayotgan o'tayotgan narsalarni, trendlar, kanallar, o'sha modellarni kichik time frame'da ishlatsalaring ishlaydi. Faqat kutish kerak, sabrli bo'lish kerak va bozorni ko'proq kuzatish kerak. Xo'p, sog'-salomat bo'lishda ko'rishguncha.